Mehmet Ali Tevfik Efendi'nin şiiri şu Cumhuriyet'e bağışlap yazgan şiirken bunu keyin İstiklal Marşımız mı dep okulyaptı hazır. Kurtuluş yolunda sudek aktı bizning kanımız. Sen üçün ey yurtumuz bolsun pida bu canımız. Kan keçip hem can berip ahır kutuldurduk seni. Kalbimizde kurtuluşka bar idi imanımız. Yar hemden boldu bizning himmetimiz sen üçün. Dünyanı sorgan idi ötken ulug' ecdadımız. Yurtimiz biz yüz gözünü kan bilen pakizladık. Emdi hiç kirletmegeymiz çünkü Türktür namımız. Atilla, Çingiz, Tümür dünyanı titretken idi. Kan berip nam alımız biz olarının evladımız. Çıktı can hem aktı kan düşmenden aldık intikam. Yaşasın hiç ölmüsün parlansın istikbalimiz. Assalamu alaykum hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar. Biz bugun bu yerda tarixiy bir kunni xotirlab o'tiribmiz. Mushu munosabat bilan bizning bu ikki qatim qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatlari qanday qurilgan, qanday yiqilgan, nima sabablardan shunday qaysi omillar sababchi bo'lgan, shu to'g'rida meni izlanib to'plagan bir ma'lumot bor. Buni sizlar bilan ham bahar bo'lishni muvaffaq ko'rdim. Har qanday bir millat o'zi uchun o'z taqdirini bilish, tarixni eslash va tarixdan dars chiqarish intayin muhim. Bir olim mundaq degan: o'tmishni bilmagan millat kelgusini bilmaydi. O'z kechmishni tadqiq qilgan, o'rgangan va ibrat olgan, voqealardan dars olgan millat kelgusini ko'ralaydi hamda kelgusini belgilaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda tarixda yuz bergan voqealarni va payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib, insonlarga undan ibrat olish va savoq chiqarishni ta'kidlaydi. 11-oyning 12-kuni Sharq Turkiston xalqi uchun intayin ahamiyatli bir kun. Bu kunda Sharq Turkiston xalqi hurlik va ozodlikka erishib, o'zlarining mustaqil davlatini qurgan tarixiy bir kun. Bu kun 1933 va 1944-yilda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgan. Bu kunda Sharq Turkiston xalqi tarixdan buyon tartib kelayotgan zulm va besimlarni unutib xushallikqa cho'mgan bir kun. Echinishlik kulfatlardan keyin umumiy xalqning ozodlik va mustaqillik orzu-armonlari amalga oshib, bayram tantanasi qilgan bir kun. Bu kun ishg'oliyatga xotima berilib, istiqlol bayrog'i Sharq Turkiston osmonda javlan qilgan bir kun. Bu kun Sharq Turkiston xalqi mustaqillik hayotini yangidan boshlagan bir kun. Bu kun Sharq Turkiston xalqi ozodlik va hurlikning, mustaqillik va davlatning qanday bo'lganligiga shohid bo'lgan bir kun. Haq bilan batil, do'st bilan dushmanning maydoni ayrilgan bir kun. Bu kun musulmonlar aziz, kofirlar razil bo'lgan bir kun. Bu kun vatan xalq uchun jonlarini fido qilgan, yuz minglagan shahidlarning ruhiy shodlikqa cho'mgan bir kun. Bu kunda Sharq Turkiston xalqining olqish sadolari osmon zaminni zilzilaga solgan. Osmon zaminni zilzilaga solgan o'tliq bir kun. Mana biz bugun shonliq tariximizga shohid bo'lgan kunni eslab, shahidlarni xotirlab o'tiribmiz. Afsusnarlik bilan falakning chaqi ta'tir cho'gilab, xalqimizning bu xushallik kunlari uzunga bormay yarim yo'lda qoldi. Din düşmanları, İslam düşmanları, Sharq Turkiston xalqining tarixiy düşmanlari bo'lgan Rus va Xitoydan iborat ikki xoin millat bizning rahbarlarimizga bergan va'dalarda turmadi. İmzo qo'ygan kelishimlarga amal qilmadi. Urushda tankilanmay yengilib qolgan bu düşmanlar hilmikirlik, aldamchilik bilan shaytoniy o'yinlarni o'ynab, vatanimiz Sharq Turkistonni qaytadan ishg'ol qilib oldi. 1933-yilda Sharq Turkiston xalqi tunji mustaqil davlat bo'lgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilganligini dunyoga jakarldi. Bu jumhuriyat 6 oy hukm surgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston xalqi ozodlik va mustaqillik irodasidan voz kechmadi. Sharq Turkistonning o'xshamgan rayon va shaharlarida Rus va Xitoy ishg'oliyatiga qarshi qurolli harakatlar davom qildi.
1934 ve 37 yıllar arasında Tunganlar Qashqar ve Xotanның her qaysı rayonlarında qattiq qirg'inchilik yurgizdi. Qashqar ve Xotan askerleri Tunganlarga qarshi qattiq jang qildi. Mahusin başçılığındaki 10 ming kishilik Tungan atlı qo'shini yemeklik ve şunun o'xshash ehtiyojlarni qamdash uchun xalqning pul mollarini bulantaran qildi. Xalqqa ig'ir alvon yasoqlarni qo'yib, yerli xalqqa ig'ir zulm qildi. Bu zulm ve nağıqçılıkka chidab turolmagan xalq umumyuzlik to'plashgan bo'lsa-mu, kichik guruhlar holda qo'zg'alib chiqib qarshilik ko'rsatdi. 1934-yili Xujniyaz hoji ruslarning vositasi orqali Shingsay bilan kelishim tuzdi. Kelishim bo'yicha Urumchiga borgandan keyin Shingsay Xujniyaz hojini qo'lga oldi va 8000 askarni qurolsizlantirdi. Shingsayning ilmi-yerini sizib qolgan general Mahmud Moiti Urumchiga berishni rad qilib, qo'l ostidagi 2000 dan ortiq askarlar bilan Qashqarni qo'g'didi. Xujniyaz hoji ruslarga ishinib ketib, Shingsayning oldam xaltasiga tushib ketdi. Shingsay Mahmud Moitini Urumchiga berishga zo'rlagandan keyin Mahmud Moiti 1937-yili Hindistonga ketgan. Uning qo'l ostidagi 2000 dan ortiq askar Abduniyaz va Kichik Axunning qo'mondonligiga qo'zg'alib chiqib, Yakan va Yengsarni dushman qo'lidan ozod qilgan. Abduniyaz Sharqiy Turkistonda islom yo'lida jihad qilganligini e'lon qilgan va askarlar qo'llarida fi sabilillah, ya'ni Alloh yo'lida jihad qilish degan shiorlar yozilgan taxtlarni ko'targan holda jang maydoniga otlangan. Keyin bu qo'shin Qashqarni elish uchun hujumga o'tgan. Bundan qattiq cho'chigan Shingsay Sovet ittifoqiga yolvorib yordam so'ragan. Sovet doiralari muttahamlik bilan bu harakatning ozodlik uchun ekanligini bilib turib, zo'r harbiy texnika va muntazam zamonaviy harbiy qo'shinni qonunsiz holda chegaradan kirgizib, Uyg'ur va Tungan qismlarini rayimsizlarcha qirg'in qilgan. 1937-yili 5-sentabr Tungan qo'shinlari Yangsarda tarmar qilingan. Bu urushqa Sovetning 25 harbiy aeroplani hamda tanki qismlari qo'shilib 3000 askarni asirga olgan. Shu yil 22-sentabrda Xotanni ishg'ol qilgan. Tanki otryadini o'z ichiga olgan Sovetning Narin guruhi askarlari Maralbeshi tarafga hujum qilib, milliy armiya qismlarini tarmar qilib, ular yana Hindiston tarafga mangan. 2500 tuga eshaklarga yuklangan oltin, kumush qatorliq boyliqlarni qo'lga tushirib, aeroplan bilan Sovet ittifoqiga elib ketgan. 1937-yil 5-dekabrda Rus Narin guruhi askarlarining qo'mondoni Nurkiyo Rus amaldorlarga yo'llagan dokladida urushda Uyg'ur qo'shinidan 8000, Tungan qo'shinidan 5612 kishining o'ldirilganligini Sovet bosh chegara boshqarmasining boshlig'i Nik Kurinchkin Biragdaga doklad qilgan. Uyg'ur qismlari yana Kuchar, Qarashahar atroflarida Sovet qismlari tomonidan qurshovga ilinib yo'q qilingan. Shuna qilib milliy qahramonimiz Abduniyaz qatorliq vatanparvarlarning kurash qilib qo'lga keltirgan g'olibiyat mevasi Sovet jahongirlarining bevosita bostirishi bilan yo'q qilingan. 1937-yil 13 oktyabr kuni Urumchida Shingsay Xujniyaz hojini rasmiy qamoqqa olib, Yaponiya jahongirligining quyruqi vatan xoini deb tuhmat chaplagan. Bu yolg'on dialoq jetlab 8000 kishini turmaga qamagan. Ularning mol-mulklari musodara qilingan. Bandit Shingsay mushu usul bilan Sovetdan olgan qarzni to'lagan. Musabaydan 40 sanduq, Jansho Husayndan 37 sanduq oltin bo'lib ketilgan. Turmaga qamalganlarning ko'p qismi etilgan. Shingsayning kotibi Shin Yanfoning ma'lumoti bo'yicha Sovetdan kelgan Simiyo, Qodir hoji, Seyit hoji qatorliq KGB razvedka xodimlari Shingsayning jallodlari bilan birga ishlab, jazolashga bevosita qatnashgan. Xujniyaz hoji qatorliq 108 muhim shaxs o'limga hukm qilinib, ijro qilingan. Ölüm hükümünü tasdiq qog'ozni Moskvadan Hashim hoji degan kishi Urumchiga kelib, o'z nazorati ostida 38-yil 12-oyda Xujniyaz hojilarni bo'g'ib shahid qilgan. Sovet ittifoqi Sharq Turkistonning tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqa munosabatini butunlay kesib tashlab, o'zining amaliy ishg'oliyat rayoniga aylantirib olgan edi. Shingsayni chaqmoq tizligida hokimiyat boshiga olib kelish orqali Sharq Turkistonda eksploatatsiya tuzumi yurgizib, cho'ng bir tozalash va yetim qoldirish harakatini boshlab o'tgan. Bu ahvol 1933 va 44-yillardan boshlab ta 43-yilgacha qadar uzluksiz davomlashgan.
İkinci Dünya urushida Gitler qo'shinlari tez surat bilan ilgirlab Moskvaning atrofiga yaqinlashib kelgan bu mezgilda ruslar uchun sadoqat bilan xizmat qilgan va ruslar tomonidan tushirilgan bir harbiy buyruqni shartsiz holda to'liq o'rindab kelayotgan Shinsay Rossiyaning qiyin ahvolda qolganligini fursat bilib Jankeshi hukumat bilan kelishim tuzgan. Shuning bilan 43-yilda Xitoy askarlari Sharq Turkistonga kirgan. Gomindang militarist Xitoy hokimiyati Jallash Shinsayning boshchiligida 11 yillik hukmronlikka Sharq Turkistonda 100 minglagan odamni qamab, 100 minglagan insonlarni qatl qilgan. Xalqqa ig'ir alvon yasoq selib, mol-mulkni bulg'an. 10 ming harbiy ot berish siliqi solgan. 1940-yil Shing Altaydan Sharifxon qatorliqlarni yig'inga chaqirgan bo'lib, ular kelganda turmaga sulab, ig'ir iskanja qo'llarini usullarni qo'llanib qiynab o'ltirgan. Buningga qarshi Altay qozoqlari qo'zg'agan. Shinsay askariyati bu qo'zg'olonni bostirgan bo'lsa-mu, Osmon Batur urushini davomlashtirgan. 1942-yil Shinsay Sovet ittifoqidan yuz o'rib, Sovet mutaxassislarini haydab chiqargan, sanoat o'rinlarini taqib etgan, iqtisodiy aloqani uzgan hamda Amerika va Angliya bilan yaqinlashib, Gomindang bilan birlashgan. Shuning bilan Sovet doiralari Sharqiy Turkistondagi inqiloblarni qo'llashga boshlagan. 1943-yil apreldan boshlab Altaydagi Osmon Baturning partizanlarga Mongoliya orqali qurol yordam bergan. Tarbig'tay va Toshqo'rg'onlarda partizanlik harakatlar boshlangan. 44-yil 9-aprelda G'oljida maxfiy holda ozodlik tashkiloti qurilgan. Tashkilotning asosiy qatlam a'zolari Elxon To'ra, Qosimjon Qambari, Sabir Hoji, Mir Maqsum, Salqonboy, Abdurauf Maqsud, Zunun Tayyib, Ji Yo'ldosh Muhiddin, Nuriddin Bek va Umarjon qatorliq kishilardan tarkib topgan. Bu tashkilotga Elxon To'ra rais bo'lgan. Tashkilot qurish oldida Sovetning konsuli Dubashin tarjimani Hakim Jabbar orqali Elxon To'raga tashkilot qurishni aytganda Elxon To'ra ishonmagan. Lekin Dubashin uning keyindan Arshonga berib, takror qoyil qilish orqali ko'ndirgan va og'zaki kelishim tuzgan. Elxon To'ra tashviqot ishlarini yurgizishga boshlagan. Bu yerda ba'zi tarixlarda Elxon To'raniki o'z oldiga bir tashkilot qurib bo'lgandan keyin ruslarning uning yeniga kelganligini qayd qilgan, ammo ba'zi tarixlarda shu Rossiyaning tavsiyasi bilan shu tashkilotni qurganlik, ya'ni bu ikkinchi qatimli 44 qurilgan Cumhuriyetning oldidagi bir voqea edi. Boshda tashkilot qurilib, o tashkilotdan keyin davlat mustaqil Cumhuriyet qurilgan. Sovet ittifoqi dastlab Moskva, keyin Samarqand va Olmuta shaharlarida maxsus tarbiyalangan Hakim Jabbar, Setin Banko, Aziz Baquyov qatorliq 270 razvedkani Sharq Turkistonga avatgan. Sovetga qochib ketgan Fatih Hamid Baychurun, Saypullayevov va Mamatovlarni tarbiyalab chegaradan o'tkazib o'tgan. 12-noyabr G'oljida cho'ng murosim o'tkazilib, Elxon To'ra tomonidan Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumati qurilganlik jakarlandi. Elxon To'ra rais bo'ldi. Abul Xayr To'ra bilan Hokimbek muavin rais bo'ldi. Abdurauf Maqsum bosh kotib va Rahimjon Sabir Hoji, Qosimjon Qambari, Muhammadjon Maqsum qatorliqlar asos qatlam rahbarlik a'zolari bo'ldi. 45-yil 5-yanvar Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumati 4-qatimliq yig'inda 9 moddalik bir siyosiy xitobnoma e'lon qildi. Bu xitobnomaning birinchisida Xitoy mustamlakachilarini Sharq Turkistondan butunlay qo'g'lab chiqarish, ikkinchisi Sharq Turkiston zaminida mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati qurish, uchinchisi Sharqiy Turkistonning muntazam milliy armiyasini qurish, to'rtinchisi hamma millat huquqda barobar bo'lish, millatlarning urf-odat va diniy e'tiqodini qo'g'dash, beshinchisi adolat tuzumini yo'lga qo'yib, hokimiyat o'rinlariga xalq ishongan kishilarni saylash va hokimiyat ishlarida Uyg'ur tilini davlat tili qilish. 6-si sanoat, dehqonchilik, chorvachilik, o'rmonchilik va savdo tijoratini rivojlantirib, xalq turmushini yaxshilash. 7-si madaniy, ma'rif va sayya ishlarini tez suratda taraqqiy qildirish. 8-si dunyodagi xalqchil davlatlar bilan eng avval Sovet ittifoqi bilan do'stlik munosabatini mustahkamlash. 9-si ayni zamonda Xitoy davlati bilan diplomatik va iqtisodiy aloqa o'rnatish. Mana bundan ko'rilish bo'ldiki, bu inqilob shu 9 turlik moddani asos qilib Sharq Turkistonni uzil-kesil mustaqil qilish uchun ishga oshirilgan bir harakat ekanligi shubhasizdir. Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumati qurilgandan keyin Sovet rahbarligi birinchi Dum orqali uning faoliyatini kontrol qilgan bo'lib, uningda general-leytenant Kozlov boshchilik qilgan. Elxon To'raga Muhsin, Ahmadjon Qosimga Said Ahmad Umarova, Jani Yo'ldoshqa Sulaymon Ro'ziyo, Moliya nazoratiga Girimko, Ma'rif nazoratiga Abdullayevo, Boshboy Cho'qilovga mashhur Zo'yla bo'lib, musho
Rusiyadan kirgan şu KGB'nin adamları maslahatchi sifatida shulq birdan qo'shib qo'ygan shu chog'ning o'zida. Milliy armiyamizga yana 2-dum kontrollik qilgan uning boshchiligi general Mayu Kuznetsov bo'lib, qo'l ostida Polino, Majuro, Isaqbek degandek ashunda ichki ishlar nazoratida Zakir, Eli Mamtud, Iskandarlar mushunda kontrol qilib kelgan. Ya'ni bu harakatni boshlanishdan ruslar qo'l tiqib uningga garchi Elxon Turini shunga o'xshash bizningki shu chog'dagi rahbarlarni o'tirib chiqqan bilan oq tarafdan astirdan butun ishni yana ruslar kontrol qilib, hatto harbiy ashiyatga masalan jihad qilib shahid bo'lmaz deb shu harakatni qilib urushni Xitoylarni qo'llab chiqarish harakatini olib borganlar emasmi, boshlig'idagi yanda generallar qo'mondonlik qilib rusniki generallar ashunda olib borgan ekandik. 45-yili 8-aprel G'oljida partizan otryadlar asosida milliy armiya tashkil qilingan. G'olji shahrining g'arbidagi cho'ng maydonda 10 mingdan kishi qatnashgan. Cho'ng murosim o'tkazilib tarbiyadan milliy armiyaning rasmiy qurilganlik jakarinib, tantanlik holda tug' topshirilgan. Milliy armiyaning bosh qo'mondoni Puluno, muavinlari Zunon, Teypo, Ishaqbek, Monono, siyosiy ishlar bo'yicha bosh qo'mondon muavini Abdurahim Hasanov, shtab boshlig'i Majaro bo'lib, rus, ashunda Uyg'ur, qozoq emas bo'lib, ashunda amal olgan ekandik shu chog'da. Bu yerda 14 bo'limga bo'libdi-ki, men ona tafsilotini to'xtalib o'tmay, shu 14 shu milliy armiyani otliq pullik, piyoda qism, tank byuronik, zemberik deb 14 bo'limga ayirib, guruh bo'yicha ashunda milliy armiya qurib chiqdi. Milliy inqilob davrida Gomendan qo'shindagi Uyg'ur jangchi ofitserlar isyon ko'tarilib, milliy armiya sepiga o'tgan, yana Gomendandagi Uyg'urlar shu chog'da shular qitilib ketibdi. 45-yil 27-aprelda Maytadagi Supaxun 97 jangchini boshlab milliy armiyaga qo'shilgan. Altaydan Mo'min Mubtulla degan kishi o'z qismini boshlab milliy armiyaga o'tib ketgan. Cho'chakdami shundoq Abdullaxon boshchiligidagi milliy armiya shu yangi qurilgan armiyaga o'tib ketgan. Altayda Osman Batur Delixonlarning cho'ng otryadlari Toshqo'rg'onda cho'ng partizan otryadi qurib, Altay, Qashqar, Yakan viloyat tavallarida harakat olib borgan ekan. 45-yil aprelda milliy armiya qurilgandan keyin Ussa bo'yicha harakat qilgan ekan. Shimolda Delixon, Leksnullah, o'tir yo'nalishda Pulni Isaqbeklar boshchilik qilgan, janubiy yo'nalishda Supaxon, shtab boshlig'i Husayn G'aziyov, diniy rahbarlar Damo'l Raziyov, hukumat vakillari Qosimjon Qapuri, Shakirovlar bo'lgan ekan. 45-yil 31 iyulda Cho'chak 6 sentabrda Altay shaharlari ozod qilingan ekan. Sentabrning 5da Jing va Shixo uchun elib berilgan janglar cho'ng g'albalar bilan oxirlashgan. Bu ilk urushda Xitoylarning 2000 askari yo'qotilib, 2500 2 general 100 dan ortiq ofitser shunda amaldorlarni qo'shib asir olingan ekan. Shixo urushida qo'mondon Mahmud Umarov Xitoyning bir polkiniga boshliq 24 ofitser 134 askarni asir olib, istiqloliyat uchun kurash medaliga erishgan ekan. Aqsudiyaning Lutfulloh Mutallib, Munirdan Xo'ja qatorliq 28 nafar Abduxoliq Uyg'ur qatorliq vatanparvarlar shu chog'da Gomendan jadlatlar tomonidan turmada qiynab o'ldirilgan. Bu voqeliklar ta 55-yilgacha so'zildi, ammo xulosalab aytgan vaqtida Xitoy asosiy jihatdan shu chog'larda urushda yengilib bo'lgandan keyin yana Rossiyaningki til biriktirish bilan o chog'da Rossiya Sharq Turkistonni mustaqillikni qo'llamagan, chunki uningdan O'rta Osiyodagi boshqa jumhuriyatlarga o'lgelib, shunda bir mustaqil davlatning chiqishidan qo'rqganlik uchun mustaqil bo'lib bo'lgan davlatni yana Xitoyga qaytadan ishg'ol qilib, yana aldamchilik bilan bir tarafdan Ahmadjon Qosimovni Moskvaga chaqirgan bo'lib, aeroplan qazosiga uchradi deb uni tutib o'ldirib, undan keyin shu o'zining odamlarini masalan nima va Tatar nimite ismi Burhan shahidini shu ruslar alayda kelib, shu o'zi tarbiyalab yetishtiribdi ekan shu chog'ning o'zida. Shu undan keyin o hokimiyatni yana yerda yo'q qilishdagi maqsad
asosli ruslar bir tarafdan xitoyga yordam berish u chog'da masalan 45-yillar shu chog'ning o'zida amerika mashhadi bir davlat qurishni planlagan ekan. Buni ruslar xabar tepib darhol andan shu Mavzdonga adam avatib shu darhol sen askar kirgiz biz sana nim kerak bo'lsa yordam beramiz degan vaqtida hatto u xitoylar biz u Gobi cho'l deb o Chinxaydagi cho'ng cho'ldan o'tamaymiz u yerda ussizlik qilib qolamiz biz yetib berib olamaymiz deb turgan vaqtida biz aeroplan bilan olib qo'yamiz sizlarni deb shu Rossiya maxsus aeroplan bilan xitoyning askarlarini shu bizning vatanga o'tkazib ekan shu chog'ning o'zida. Aslında ilmikler bilen yana Rus ahırda yani başta qo'llagan bilen o qo'llashlik maqsad faqat Xitoyga qarshilik o'chmanlikni ko'rsatish bo'lsa, mustaqilligimizni qo'llamaslik sabab O'rta Osiyo davlatlarning shunda mustaqil bo'lib qolishni xohlamaganligi uchun yana bizniki nurg'un qon to'kilgan bu harakat bu mustaqilligimiz yani shu Rusniki kuchi bilan Xitoyga yana shunda mustamlika qolgan ekan. Xuloslab aytganda Sharq Turkiston xalqi urush qilishga mahir, jasoratli, qahramon xalq. Tarixga qaraydigan bo'lsak, xalqimiz hech qachon urushda mag'lub bo'lgan emas, balki oq ko'ngil va samimiylik tufaylidan dushmanning hiyla-makrlariga aldanib ketgan. Dushman kuchlar Sharq Turkiston xalqini urush qilib emas, aldamchilik va xiyonatchilik bilan besib olgan. Timur xalqining aldanib ketishi, Rossiya va Xitoylarning til biriktirish bilan Sabit Damolamni shahid qilishi, Xujniyaz Hojimning aldanib ketishi, Ahmadjon Qosimov qatorliq rahbarlarning suiqasdga uchrashi qatorliq Sharq Turkiston taqdiriga munosabatli cho'ng tarixiy voqealarning hammasi Xitoy va Ruslarning Sharqi Turkiston xalqini aldigan va xiyonat qilganligining isbotlari hisoblandi. Oq ko'ngil qahramon xalqimiz dushmanlarning aldamchilik va xiyonat qilishi bilan shahid qilindi. Mustaqil davlatimiz qo'ldan ketdi. Ko'p qismi urush, ishg'oliyat, inqilob, qo'zg'olon va qirg'inchilikdan iborat bu qonliq voqealarni beshidan o'tkazgan va ichinishlik kechmishning qorong'uliklaridan hozirgacha yo'riqlikqa chiqolmay zulmatdan nur izlab kecha-kunduz kurash qilayotgan Sharq Turkiston xalqi hozirmi madaniyat davridimi, hozirgi shu madaniyat davridimi insondek yashash haq-huquqidan mahrum qilingan holda yashamoqda. Sharq Turkiston xalqi hech qachon ishg'oliyatni qabul qilmadi ham qilmaydi. Bir tarafdan o'zlarining ozodlikni qo'lga keltirish, dunyoda mustaqil, hur, islomiy yashash erasini amalga oshirish uchun kurash qilsa, yana bir tarafdan har turli til, din, ma'rif va madaniyat jihatlarida duch kelayotgan assimilyatsiya bo'lib ketishdan saqlanish va o'zlarining mavjudligini qo'g'dash uchun kurash qilmoqda. G'alaba va nusratga erishish uchun kurashchan botir o'g'illarni ko'plab yetishtirish, chiqish hammamizning majburiyati. Vatanimiz Sharq Turkiston Allohning fazli marhamati va xalqimizning tirishchilik bilan cho'qim ozod bo'ldi. Buningga ishonchimiz komil. Pat orada Sharq Turkiston xalqi ozod bo'lib, hammamiz mustaqil Sharq Turkiston islom bayroq ostida jam bo'lamiz inshaalloh. Meni anglab berganinglar uchun hammanglarga rahmat. Allah razı olsun.